Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan avokado haqida gaplashamiz. Avokado haqida men beradigan ma'lumotni sizga ChatGPT ham bera olmaydi. Chunki men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, ko'p yillar mobaynida ishlab, professional tajribamizdan kelib chiqib, sizga avokado qanaqa foydali xususiyatlarga ega, uni qanaqa yeyish mumkin, nima bilan yeyish mumkin, nima bilan yeyish mumkin emas, hammasini tushuntirib beramiz. Davom etamiz. Xullas, avokado tropik va subtropik meva hisoblanib, foydali yog'larga juda ham to'yingan, juda ham boy bu hisoblanadi. Vitamin A, B, ayniqsa B6, C, E, K vitaminlarga juda ham to'yingan bo'ladi. Avokado ko'zga foyda, ko'z nurini yaxshilaydi, qandli diabeti borlarni qandli diabetini tushiradi. Qonni tozalaydi, yurak sistemasini ishlash faoliyatini yaxshilaydi, qondagi ortiqcha xolesterinlarni ketkazadi. Albatta sekin-sekin bo'ladigan jarayon. Har kuni ertalab avokado yesangiz, avokadoni o'zi mazasi yo'q narsa. Unga ozgina layim so'ki, dengiz tuzi va zaytun yog'idan qo'shib yesangiz bo'ladi, iste'mol qilsangiz bo'ladi. Avokado salatlarga juda ham yaxshi, zavtraklarga, nonni ustiga guakamole qilib, u meksikanskiy sous bo'ladi, sariyog'ni o'rnida surib yesangiz ham juda ham foydali. Mana avokadoni tez qorayib qoladigan narsa, juda ham nozik. Kesganingizdan keyin o'rtasi danaga bor. Avokadoni yaxshi saqlash uchun, ko'proq saqlash uchun bu qorayib qoladi. Har doim bunaqa svejiy ham bo'lavermasligi mumkin. Shuning uchun oddiygina halgaga o'rab qo'yamiz. Va xolodilnikga turaveradi. Bu keyin danagini olish uchun juda ham oson. Hidi vashcha bomba. Sizga yana qaysi mahsulot haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozing. Albatta sizlar uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib berishga harakat qilaman. Video manfaatli bo'lishi uchun like bosing, aktiv bo'linglar, поддержкаga juda ham muhtojmiz. Rahmat.